Короче, mana bu boboni mashinani urib qo'yganmiz bizlar. Mana shu bobom, mana bu yoqdan urganmiz, mana shu joyini. Eng qizig'i mana bu oldi tomonidagi narsalarni ham bizlar qilib beryapmiz. Va bakoga ketamiz, ruchka ketamiz, boshqa ketamiz. Plus yana necha puldir ishga chiqmagan kunimga deyapti. Ishga chiqmaslikka yaroqli bir narsa bo'lgani yo'q. Ishga chiqmagan kunimga deyapti. Alohida yana pul berasan menga deyapti. Akazivitsa bu holat bilan orqasidan menchagina buferchasini qirilgan joychasini odam tashisa ham bo'ladi, ishga chiqsa ham bo'ladi, nima qilsa ham bo'ladi. Manaviy zarar. Bobo qarang. Qonundan borma manaviy zarar. Men hammasiga roziman. Siz rozimisiz? Mana bo'ldimi? Bizning ishimiz yakunlandimi? Men roziman. Siz ham rozimi? Buni nima qilmoqchi bo'lyapsiz? Просто men isbot beradi. Siz rozimi? O'yin qilmamayman. Rozi degan gapni, просто rozimisiz? Bergan ishiga rozimisiz? Men berdim mana u degan o'zingiz qilib oldingiz. Men boya orqada men urgan holatimga, qirib olgan taqdirimga, men bu taalluqlimi? Shu ham taalluqlimi? Taalluqli deng. Manaviy zarar. Taalluqli deng bo'ldi gap. To'xta. Orqada udar boryapti. Bu qisqanda kuzibdi. Siz tepkalaringiz ham uchib ketganda, o'shanda to'g'rimi? Ketdi, haqiqatan uchib ketdi. Karpedaga yopishib qolib, bo'ldi gap. Demak, mana shu ruchka men qilgan ishdan bo'ldi. Eshik ochilmay qoldi. Ha, 1 ming. Qani bu? Mana ruchka mana bunaqa joychasi singan. Yo'q, bu bo'lsa qolmam, ichib ketgan dedi. Usta eshitdi. Bo'lmaydi ekan bu. Orqadan urgan narsaga mana eshik qisilib qolsa, yo'q, eshik qisilib qolsa, tuzib ezilib. Unda buni aybi bo'ladi. Mana bu yerda Garsak eshik 4 ruchkalarda 4 ruchkalar. ishlamasa buni aybi yo'q. Ikkita zamon birdaniga qanday to'xtaydi? Ikkita zamon birdaniga. Baba, umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlarda keyin qo'lingizni bering. Qo'lni ham bermaydi, qabersangami. Baba, Yana Xudoni taniyman, jumaga boraman deysan, ha? ketdik birga boramiz, yaxshi niyatlar bilan. To'xtab tur. Hop. Mana qonun desang ham, Hop. manaviy zarar degan joyi bormi? 2 kun meni zadechka ishdan qoldiryapsan. Nimaga bo'ldi? Nimaga men Yana bir nima? Unday bunday degan gap Yo'q, qilyapsiz. siz nimaga o'sha vaqtda gay chaqirib sizga bermadingiz? Manaviy zarar. Yo'q, manaviy zarar qilib men sizni so'kdimmi yo bo'lmasam og'ir jo'ski bosim o'tdim qilyapmanmi? Qanday ishdan qolishga taalluqli nima bo'ladi? Oyog'ingizni taqsirayapmanmi? Nima qilasiz? Haydavering edi. Ishdan qoldimmi 2 kun? Nimaga qolasiz? Nimaga haydamaysiz? Ishdan qolishga sababli narsa Sabab emas. mashina urilgan. Ha. Sabab mashina urilgan. Lekin haydashga yaroqli-ku. Xo'p, xullas bu video olinishidan maqsad nima? Bu yoqda kimnidir nafsoniyatiga yoki shaxsiyatiga putur yetkazish emas, shunchaki bizlar gapimizni oxirida nuqta rozi rizochilik bilan yakun topmaganligimiz uchun sizlardan maslahat so'rashga majbur bo'ldim.